لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله El-İmran Sure tefsiri 144. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-İmran Suresinin 144. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Ularning ba'zilari öz ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimiki orqasiga yenib oladigan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qilg'uvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah har odamning ajlini kutib etgan. Allah har odamning ajlini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi, botirlik qisqartolmaydi. Kimiki dunyo savobini ko'zlasa, onunğa dünyanın savabını verimiz. Onun ahiretlikten nesibisi olmaydı. Kimiki ahiretlikten savabını közlese, onunğa ahiretinin savabını verimiz. Şükür kılgıçılarını mukafotlaymiz. Nurgun peygamberler bilen köpligen Rabbani ulemalar birlikte can kıldı. Ula Allah yolu diyetken külpetlerden ruhsuzlanmadı. Boşaşmadı, baş egmedi. Allah özünün yolunda duş kelgen kıyınçılıklarga berdaşlık bergüçlerini dost tutudu. Ulanın sözü fakat Rabbimiz günahlarımızı işimizde çektin aşkanlığımızı mağfiret kılgan. Kademlerimizni can meydanında müstehkem kılgan ve kafir kavmiga karşı bizge yardım bergen degenden başka bolmadı. Allah ulağa dünyanın savabını, yani düşmanlar üstüden galb kılışını ve ahiretinin yaxşı savabını, yani cennet bilen onun nimetlerini ata kıldı. Allah yaxşılık kılgıçlarını dost tutudu. Uhud uruşida Peygamber aleyhisselam ölüp gitti dep xabar tarqalgan chaqdiki holatlar to'g'risida. Uhud urushida musulmonlar yengilib, ba'zilari shahid bo'lgan edi. Shayton Muhammad o'ldirildi deb vaqirdi. Ibn Qum'a degan kishi mushriklarning yiniga "Men Muhammadni o'ldirib etdim" deb bordi. Shuning bilan bu xabar nurg'un kishilarning dillarida gumon paydo qildi. Hatta ular Peygamber aleyhisselamның hakikaten öldürülgenligiga işinip mi kaldı ve Allah Teala bayan kılgınıdek burunki peygamberlerinin öldürülgenligidek Peygamber aleyhisselamı öldürülüptü dep oyladı. Şunun bilen Müslümanların içinde ruhsuzluk ve boşanlık halatı görüldü. Bu vakte Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Ularning ba'zilari öz ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. Ya'ni u payg'ambarlar muqaddas vazifani ustiga elishda va payg'ambarning o'ldirilganligida Muhammad uchun namunadir. İbn Abu Najih atasının mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muhacirlardan bir kishi qonga milinib yotgan bir ansariyning yenidan o'tib, uningga: "Ey falani, sen Muhammed aleyhisselamning o'ldirilganligini angladingmi?" dedi. Ansari: "Agar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'ldirilgan bo'lsa, u maqsadiga yetdi.
sizlar o'zinglarning dininglarni qo'g'dab urush qilinglar dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. Ondan Alloh taolo tushkunlashgan kishilarni ayblab mundoq dedi. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar, ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilg'uchilarni mukofotlaydi. Ya'ni shukr qilg'uchilar degan payg'ambar alayhisalomga bo'ysungan, uning dinini qo'g'dab urush qilgan, tirik bo'lsin yoki o'lik bo'lsin, uning yo'liga ergashgan kishilardir. Ba'zi kitoblarda payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning bu oyatni o'qiganligi bayon qilindi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganda Abu Bakr Sanih degan yerdagi uyidan atga minib keldi. U atdan tushib masjidga kirib, kishilarga gap qilmasdan Udul Aishaning uyiga kirdi. U payg'ambar alayhisalomning jasadining qishig'i barmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom paxtadan to'qilgan bir parcha raxt bilan yepib qo'yilgan edi. Abu Bakr payg'ambar alayhisalomning yuzini ichib, uning ustiga o'zini tashlab, yuzlariga so'ydi va yig'lab turib, "Ota-onam sana fido bo'lsin. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo seni 2 qitim o'ldirmaydi. Ammo sana yozilgan bu o'lim seni dunyodan elib ketdi." La ilaha illalloh. Zuhri İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Umar kishilarga so'z qilyotdi. Abu Bakr chiqib, "Ey Umar, o'ltir" dedi. Umar o'ltirildi, unimidi. Kishilar Umarni tashlab qo'yib Abu Bakrning qishig'iga bordi. Abu Bakr Alloh taologa hamd sana aytgandan keyin so'zini boshlab mundoq dedi. Agar kimiki Muhammadga ibodat qiladi ekan, Muhammad rasulni o'ldi. Kimiki Alloh taologa ibodat qiladi ekan, haqiqatan Alloh tirikdir va u mangu o'lmaydi deb Alloh taoloning tuvendiki oyatini o'qidi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar, ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Alloh qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilg'uchilarni mukofotlaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakr bu oyatni o'qigandan qadar kishilar xuddi Alloh taolaning bu oyatni tushirganini bilmaydigandek u oyatni Abu Bakrdan qabul qilishdi. Uni anglagan har bir kishi bu oyatni o'qib chiqdi. Said ibn Musayyib Umar radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakr bu oyatni o'qiganda men bu oyatni xuddi tunji qitim Abu Bakrdan anglagandek o'rnimda qaytib qoldim. Hatto 2 putim titrab yerga yiqilib tushdim. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Alloh har odamning ajlini tutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchlik uzartalmaydi, botirlik qisqartalmaydi. Ya'ni bir kishi Alloh taolaning uninga bekitib bergan yashash muddatini yashab bo'lib o'lidi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi. Alloh har odamning ajlini tutib etgan. Bu oyatning ma'nosi tuvendagi oyatning ma'nosiga o'xshash. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Alloh
sizlarni, yani sizlarning otanglar Ademni laydan yaratdi. Ondan ecilinglarni bekitdi. Sizlarning terildigan vaqtinglar Allah'ның dergahida ma'lumdir. Bu ayetler qo'rqinchoqlarni jihad qilishga rag'batlantirish maqsad qilingandir. Chunki urushda oldiga ilgirlash va keyniga chekinish bir kishining umrini qisqartolmaydi va uzartolmaydi. Bu haqda İbn Abu Hatim Habib ibn Suhbanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmonlarning ichidan Hujr ibn Adi ismli bir kishi musulmonlarga sizlarni avu düşmanlarning yiniga bu süzük suvdan, ya'ni Dajla daryosidan o'tishinglardan nima to'sib qo'ydi deb bu oyatni o'qidi. Sizlarni avu düşmanlarning yiniga bu süzük suvdan, ya'ni Dajla daryosidan o'tishinglardan nima to'sib qo'ydi deb bu oyatni o'qidi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Alloh har odamning ajlini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi, botirlik qisqartolmaydi. Ondan eti bilan Dajla daryosiga bosib kirdi. Onun kendinden başka kişilerimi bosib kirdi. Düşmanlar ularni ko'rib, devi keldi deyishib, arqaları keçip ketdi. Kimiki dünya savabını közlese, onunğa dünyanın savabını berimiz. Onun ahiretlikten nasibisi olmaydı. Kimiki ahiretinin savabını közlese, onunğa ahiretinin savabını berimiz. Yani bir kişinin kılgan ameli fakat dünya üçünlü bolsa, o dünyadan Allah Taala onunğa takdir kılıp bergenge erişidi. Onunğa ahirette hiç qandaq narsa berilmeydi. Bir kişi kılgan ameli bilen ahiretini közlese, Allah Taala onunğa ahiretlikni ve dünyalıkni beridi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Kimiki özünün ameli bilen ahiretinin savabını közlese, onun savabını ziyade berimiz. Kimiki ameli bilen dünyanın menfaatini közlese, onun tiligen menfaatinin bazısını berimiz. Onunğa ahirette savabdan hiç nasibi yoktur. Biz dünyanı közlegenler içinden halıgan adamge onun halıgının emas, bizning halıgınımızını berimiz. Ondan onu ahirette cehennem bilen cezalayımız. Cehennemge o harlangan Allah'ның rahmetinden qoğlangan halda kirdi. Kimiki ahiretini közleydiken ve mümin bulup ahiretke layık amellerini kılıdiken, mundaq adamlarının kılgan ameli Allah'ның dergahida qabul buludu. Şükür qılğıçılarını mukapatlayımız. Yani biz şükür qılğıçılarga ularning qilgan shukriga va amaliga qarata dunyo oxiratda rahmatimiz va marhamatimizdan ato qilamiz. Ondan Alloh Taala mu'minlarning Uhud urushida yetgan musibatiga tasalli berib mundaq dedi. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan Robboniy ulamolar birlikda jang qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Ular tüvendikiler. Birinci, onun manisi nurg'unlagan payg'ambarlar o'ltirildi. U payg'ambarlar bilan ularning sahobalaridanmi birmunchilari o'ltirildi. İbn Jarir buni to'g'ri deb qaradi. Ikkinchi, onun manisi nurg'unlagan payg'ambarlarning sahobalari ularning ko'z oldida o'ltirildi. İbn İshaqning Muhammed aleyhisselamning tarjimahali degan kitobidagi söz boshqa bir ma'noni ifodalab berdi. Ya'ni nurg'un payg'ambarlarga o'lim musibati keldi. Ular bilan billa bo'lgan kishilar o'zlarining payg'ambarlari o'ltirilgandan keyin ruhsizlanmadi. Düşmanlari bilan urushdan bo'shashmadi. Allah ve dinning yo'lida jihad qilishda külpetlerge baş egmedi. Mana bu haqiqiy savridir.
Allah özünün yolida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguvchilarni do'st tutadi. Suhayl degan kishi bu so'zni quvvatladi. Alloh taolaning nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan Robbani o'limalar birlikda jang qildi degan oyatining ma'nosiga qaraganda bu so'zning to'g'ri tarafi bor. To'g'ri tarafi bordir. Shuningdek Umavi degan kishi bu so'zni G'azot to'g'risidagi kitobida Muhammad ibn Ibrohimning kitobidan misol qilib keltirdi. Sufyan Savri ibn Mas'udning ko'plagan Robbani o'limalar degan oyatning ma'nosi haqida minglarcha deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Ikrima, Hasan, Qatada, Suddi, Rabi va Ata Xurasoni qatorliqlar mundaq deydi. Nihoyat ko'p kishilar deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq Hasanning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ko'plagan olimlardir. Hasandan rivoyat qilingan. Yana bir rivoyatda ular chidamliq va taqvodor olimlardir deganligi bayon qilindi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh taolaning bo'shashmadi degan oyatining ma'nosi haqida Qatada va Rabi ibn Anas ular o'zlarining payg'ambarlarining o'ldirilishi bilan bo'shib ketmadi deganlik bo'ladi dedi. Bosh egmadi, ya'ni ular Allohning payg'ambari urush qilgan yo'lda urushib shahid bo'lib ketkicha o'zlarining maqsadidan va dinidan hargiz yonmadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Ular bosh egmadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va Ibn Zayd mundaq deydi. Ular o'zlarining dushmanlariga bosh egmadi. Allah özünün yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguvchilarni do'st tutadi. Ularning so'zi faqat Rabbimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgan. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgan va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergan degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsirining 148-oyatigacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.